Hem dapenjino ta'mini, hem xogoning ta'mini biroqla tetig'li bo'ladigan o'zgacha hech kim qilib boqmagan usulda bir xil tomoq qilib boqamda quruq tuqqanlar. Muhimi ta'm o'zgacha qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganalaysiz, hamda o'rganish boshlari ketdik. Avval tayyorlaydiganimiz xogo materiallari va dapenji ketarlik yangi ko'k qizil bilan tayyor qilamiz. Men bugun go'sht ishlatganim bo'lsa kalda go'shti sizlar oilada to'q go'sht ishlatsangiz bo'ladi. Orqadan oldingi qatimliq jiboda sizlarga 69 yuandan faoliyat qilib bergan mava chaplashmas qozonga may qo'yib go'shtni selib go'shtni qizartib olamiz. Har ras bir gap deyish unutib qopdimi? Bugun kech yanla Beyjan vaqt 9 bilan oldingi qatimga o'xshash jibo ichib oshqan saymalarini tuvan ba'd faoliyat qilmoqchi. Amsa dal vaqtida sizlarni saqlaymay urug' tuqqanlar. Zanjivil sumpiyazlarni selib bir nechini qoraytib, cho'ng ustamning to'q qorib test qo'ysin bir xil sanamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi va oila dapenji qilganda ta'm yaxshilamagan tuqqanlar shuncha cho'qim bir sinab qilinglar. Buni bir nechini aralashtirib qorib etib, ustiga ko'proq miqdorda may qo'yib, xogo test qo'ysin bir tal, anda yangyoni selib Aralıqda mashallasini selishni unutib qolgan chiqmay hozir selib etdim. Buni taxminan 10 minut atrofida qaynatib, yangyoni bir qatorab pishirib olib, arqadan tayyor qilib olgan xogo materiallarimizni solamiz. Ko'rib meshak yapsizlar urug' tuqqanlar, qo'llash yusidan yurakdan birini bagash ko'rsanglar rahmat. Bularni birdam qaynatib etib, oxirida ko'k qizil laza, so'ng piyoz, yubasay va chuqum samasak bo'lmaydigan tayyor cho'pdan bir tal selib, tayyor cho'pni men mushundoq yumishtirib olibla, taqsiga olib iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Qilish usuli oddiy, lekin ta'mini yaxshi chiqadi. Amsa oxirida men mushkamkagicha meni izchil qo'llab, yuraklarni besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab kelayotgan urug' tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shu qo'llagan qo'llaringlarni gulunsin.